Assalomu alaykum. Sizlar bilan Xolitechman Bayram Kirkinov. Bugun sizlar bilan birga edi nakrutka haqida gaplashamiz. Nakrutka nima deydigan bo'lsanglar, nakrutka bu YouTube kanalga sun'iy obunachi, sun'iy like, sun'iy ko'rishlar, sun'iy prosmotr, xullas hamma narsasini sun'iy oshirish, ya'ni u real bo'lmaydi, soxta oshirish haqida gaplashamiz. To'liq videoni ko'radigan bo'lsanglar, nakrutka nimaligi haqida to'liq ma'lumot olasizlar va buni foydali, zararligi to'g'risida ham to'liq ma'lumot berib ketaman. Xo'p, umuman olganda YouTube haqida gapirishdan oldin mani o'zi vakolatim bormi? Ya'ni mani bu videoni ko'rsanglar, qanaqa insondan bu videoni ko'rayotgan bo'lasizlar, ozgina qisqacha o'zim haqida tushuntirib ketaman. Xo'p, bizani natijalar haqida bilmoqchi bo'lsanglar, Xolitech YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar va bu kanalda 245 dan oshiq darslar qilganman, bepul darslar va bu yerda 2020-yildan buyon dars berib kelyapman. 6 yillik stajim bor YouTube'da dars berish bo'yicha va natijalarga keladigan bo'lsak, mana shu live bo'limiga o'tadigan bo'lsanglar, bu joyda 12 yoshli youtuberni qancha topgani, 15 ming dollar topayotgan bir oyda va bir oyda 4 ming dollar topgan ayol, dadasiga moliya olib bergan bola va qo'shimchasiga musofirlikdan youtuberga aylangan bola, ishlab davlat ishida YouTube'ni o'rgangan va uyda o'tirgan uy bekalari haqida to'liq mana podkastda qilganmiz va hamma shogirdlar bilan jonli efirda gaplashganmiz. Bu videolarni ko'rib chiqishingiz mumkin va qolaversa natijalar haqida bilish uchun Instagramda 116 ming obunachisi bor Xolitech pastda akkauntimizda mana bitta pastda aktualda juda ko'p natijalarni qo'yganmiz. O'tib bemalol ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, endi mana shu YouTube haqidagi faoliyatimdan kelib chiqib, bugungi kunda sizlarga YouTube haqida ma'lumot beryapman. Demak, sizlarni mana shu videoni ko'rish foydali bo'ladigan bo'lsa, bizani Xolitech va Bayram Kirkinov YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, bilaman, YouTube haqida foydali ma'lumotlarni qidirib yuribsiz. Mana shu joy. Obuna bo'lib qo'ying, o'shaning uchun like bosing. Bu video ham 1000 ta like yig'adigan bo'lsa, men keyingi videoni tayyorlashni boshlayman. Yaxshi videolar uchun bitta like bosib qo'ysa, menimcha sizlardan hech narsa ketmaydi. Xo'p, davom etamiz. Endi birinchi navbatda like haqida, nakrutka haqida tushuntirib bermoqchiman. Nakrutka haqida men prezentatsiya qilganman. Prezentatsiyaga o'tishdan oldin men sizlarga tushuntiraman buni nimaligi haqida. Nakrutka nima? Nakrutka bu sun'iy oshirish. Ya'ni aytaylik, mana shu videoni like'ini, prosmotrini yoki soatini, obunachisini, mana bu kanal obunachisini soxta oshirish degani nakrutka hisoblanadi va YouTube'da hozir nakrutkani qanaqa qilib uriladi, qanaqa qilib ishlatiladi bu videoda va nakrutkaga qarashlar haqida barcha ma'lumotlarni mana shu videoda to'plashga harakat qildim va diqqat bilan oxirigacha kuzating va o'zingizni shaxsiy fikrlaringizni albatta kommentariyada yozib ketishga erinmang. Sizni fikrlaringiz, misol uchun nakrutka urib foyda ko'rganmisiz, zarar ko'rganmisiz, yozib ketadigan bo'lsangiz, boshqalar ham buni o'qiydi kommentariyani, men ham o'qiyman va mana shu joyda muhokama qilamiz. Va bu videodagi fikrlar hammasi meni shaxsiy qarashlarim, shaxsiy fikrlarim, balki siz boshqacha fikrdadirsiz, yozing kommentariyaga, muhokama qilaylik. Ketdi. Endi o'tamiz. Umuman olganda nakrutka haqida ma'lumot berdim. Endi nakrutka haqida diniy tomondan qarashlarni o'qib bermoqchiman. Men diniy idora vakili emasman. Din bo'yicha unaqa professional tushunchaga ega inson emasman, lekin o'zimni ma'lumotlarim bor. Endi o'sha uchun men O'zbekistondagi diniy fatvo beradigan eng birinchi o'rinda turadigan musulmonlar idorasiga xat yozdim va bu xatga ular javob berdi. Endi mana shuni o'qib beraman va bitta narsani aytmoqchiman. Mana bu fatvo idorasidan-da yuqori turuvchi diniy organ yo'q. Ya'ni qaysidir domla yoki qaysidir inson YouTube mana bu nakrutka haqida qanaqadir diniy fikrlar aytayotgan bo'lsa, bularniki eng o'sha ishonchli hisoblanadi. U pastdagi domlalarni yoki boshqa bir domlaning fikri inobatga o'tmaydi diniy idoraning fatvosi oldida. Savolni diqqat bilan ko'ringlar, qaranglar. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda sun'iy obunachi, sun'iy yoqtirishlar, ya'ni like, sun'iy izoh, kommentariyalar kabi o'xshash soxta ko'rinishlar orqali daromad qilish qanchalik to'g'ri? Bu savolga javob shu sohada daromad qilayotgan ko'plab blogerlar uchun juda zarur. E'tiborsiz qoldirmang iltimos degan masalada biz diniy idoraga savol berganmiz, ya'ni o'zimiz mana shu masalada fatvo olish masalasi va bu yerda javob berilgan. Javobni o'qib beraman tez. Xato o'qiydigan bo'lsam kechirasizlar. Men misol uchun tez o'qiyotganim uchun kamchilik o'qib ketishim mumkin, lekin o'zingizlar mana shuni postga kirib ko'rib olsanglar bo'ladi. Xo'p, ketdi.
Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi kunda ushbu mavzuga eng dolzarb masalalardan bo'lib qoldi. Agar kimdir soxta obunachi, soxta layklar, soxta izohlar yordamida o'zini mashhur qilib ko'rsatmoqchi bo'lsa yoki shu sohada reklama qabul qilmoqchi yoki biror shartnoma tuzmoqchi bo'lsa, bu odamlarni aldash, yolg'onchilik bo'ladi. Masalan, kimdir 100 ming yoki 200 ming obunachim bor deydi, shu orqali reklama xizmatini taklif qiladi. Aslida esa buncha miqdorda haqiqiy obunachisi unda mavjud bo'lmaydi. Yana kimdir falon miqdorda obunachim bor deb profil yoki kanal sotadi deydi. Haqiqatdan esa uning obunachilari real mavjud bo'lmagan soxta profillar yoki botlardan iborat bo'ladi. Yana bir boshqa esa o'z mahsulotlarini maktab, soxta sharhlar yozdiradi. Shuningdek, ular orqali yuqorida aytilgan kabi shunchaki mashhur bo'lish va obro' e'tibor uchun qilinadigan ham topiladi. Qaysi biri bo'lishidan qat'iy nazar bu ishlarni birortasi ham joiz emas. Zero Alloh taolo Oliy Imron surasini 188-oyatida shunday deydi: qilmagan narsalaringizga maqtanishni suyadiganlar azobdan najotda deb hisoblamang, ularga alamli azob bor. Imom Muslim rahmatullohu Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Hadisda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam kim bizni aldasa bizdan emas deganlar. Soxta obunachilar, soxta sharhlar va soxta layklar tufayli internet olamida halol raqobat muhitiga putur yetadi. Foydali kontent tayyorlaydigan blogerlar zararda bo'ladi. Reklama beruvchilar va mijozlar aldanadi. Bularning hammasi esa zulmdir. Zulm esa shariatimizda eng katta gunohlardan sanaladi. Vallohu alam. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo markazi. Boya aytib o'tganimdek, bu meni fikrim emas. Fatvo markazining javobini o'qib berdim. Kim qanaqa talqin qiladi o'ziga. Va boyagi gap musulmonlar idorasi fatvo markazini fikrdanda yuqori turuvchi tashkilot yo'q. O'shaning uchun bundan pastda turadigan qanaqa domlalarning fikri yoki kimnidir shaxsiy fikri mana bundan ustun turmaydi va ketdi. Diniy tomondan ko'rdik, nojoizligi haqida. Endi bo'lsa, men bu masalaga boshqa to'xtalmayman. O'zingizlarni fikrlarni o'zingizlar chiqarib olasizlar. Endi eng qiziq joyga keldik. Endi texnik tomondan ko'rib chiqamiz. Ya'ni texnik tomondan. Xo'p, mana shu yerda savol bo'ladi. Men bitta savol bo'ladi. Sen deydi, nakrutka haqida gapirishga qay darajada haqqing bor? Sen nakrutkani tushunmaysan, nakrutka nimaligini sen qilib ko'rmagansan degan savol bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga po facto keltiraman. $7571 nakrutkaga ishlatganman. Bu meni nakrutkaga ishlatgan akkauntim. Endi agar sizlar qancha pul ishlatgansizlar, bu 100 millionga yaqin pul bo'ladi. Men O'zbekistonda 100 millionga yaqin nakrutkaga pul ishlatgan odam sifatida bu videoni olyapman. Ya'ni men bu pulni nimaga ishlatdim? Men bu puldan bir tiyin foyda ko'rganim yo'q. Va mana shu $77.571 menga bir tiyin foyda keltirmagani uchun men shu videoni olyapman. Sizlarga ham hech qanaqa foyda keltirmaydi. Va bu hammasi zarar. Bu pulni men tashab hamma narsani sinab ko'rdim. Nakrutka kanallardagi hamma narsani sinab ko'rdim va hech biri ishlamaganidan keyin sizlarga ham bu narsani tavsiya qilaman va ishlatmanglar degan fikrda bu videoni olyapman. Xo'p, ketdi. Endi bu rasxod mana shu videoni olish uchun sizlarga bu narsani isbotlab berish uchun olg'atdi. Iltimos, shuning uchun videoga like bosing, videoni o'sha YouTuber bo'laman degan insonlarga jo'natib qo'ying, nakrutkaga kirmasin, qo'shilmasin. Bu narsani qanchalik zararligini sizlarga ko'rsatib bermoqchiman va bugun o'sha asoslarini ham ko'rsatib ketaman. Xo'p, akkauntimni ko'rsatdim, nakrutka haqida gapirishga hamma yo'nalishlarni sinab ko'rganman. Prosta tak o'zim havodan olib gapirayotganim yo'q. Bu nakrutka bo'lmaydi deb. Va hozir ketib hammasini ko'rsataman. Xo'p, endi menda prezentatsiya bor. Prezentatsiyani hozir ozgina tushuntirib ketaman. Xo'p, o'zi nakrutka qanaqa ishlaydi? Uni ishlash sistemasi qanaqa? Nakrutka mana bunaqa kelinglar videoda ko'rsatib ketaman. Endi jarima qilmasa bo'ldi. Qaranglar mana. Shu ozgina qo'yib beraman. Nakrutka mana shunaqa telefonlar ulangan bo'ladi mana. Ko'ryapsizlar? Mana. Endi xuddi shunaqa emas, shunga o'xshash bo'ladi va bu o'sha birdaniga hamma telefonlar sizni akkauntingizga o'tib, like bosib obuna bo'ladi va bu boshqa sizni obuna bo'lgandan keyin boshqa sizni ko'rmaydi ham, kuzatmaydi ham. U real odam emas. Mana shu telefon u.
va bu telefonlar bitta server orqali mana server orqali boshqariladi. Mana mana bunaqa общий mana bu kompyuter orqali bunga ulangan bo'ladi va bu orqali boshqariladi. Va xuddi shunaqa deb tushuninglar. Nakrutka urib beradigan saytlarning orqasida mana shunaqa baza turadi. Xo'p, buni tushundik. Va sizga misol uchun soxta obuna bo'lgan inson u boshqa sizni kuzatmaydi. Xo'p, endi ketdi. Prezentatsiyaga o'tamiz. Ko'rdinglar, tushuncha paydo bo'ldi, to'g'rimi? Nakrutka qilinadigan saytning orqasida nima turgan. Endi ketdi. Nakrutka nima? Soxta ko'rishlar, soxta obunachilar, soxta like kommentlar, soxta ko'rish soatlari, bot farmlar va bu yerda maqsad kanalni o'sha ko'tarishni tezlashtirish degan maqsadda qilinadi, lekin aslida buni tagida nimalar yotishini ko'ramiz. Xo'p, bot ferma qanday ishlaydi? O'nlab arzon telefonlar, soxta akkauntlar, avtomatik skriptlar, ya'ni kod orqali bu o'sha sistemalashtirilgan bo'ladi va proxy VPNlar orqali kanallarga kirib, misol uchun o'sha faoliyatini olib boradi. Xo'p, ko'p tarqalgan noto'g'ri tushunchalar. YouTube'da nakrutka uchun nima qiladi? Kanalni o'chirib yuboradi deyiladi. Nakrutka, misol uchun biror kanalga nakrutka ursa, o'sha kanal o'chib ketadi degan gap bor. Yo'q, u kanal o'chmaydi. Hech qanaqa nakrutka uriladigan bo'lsa, u kanal ban olmaydi, lekin minus bo'lib ketadi. Ya'ni sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Agar YouTube kanallar o'chib ketadigan bo'lsa yoki ban oladigan bo'lsa nakrutka hisobiga YouTube'da hech qanaqa kanal qolmagan bo'lardi. Bu logichniy. Misol uchun, men kimgadir yoqmasam, meni kanalimga nakrutka urib turib, meni kanalimni yo'q qilish ehtimoli bor. Va siz ham kimgadir yoqmaysiz, tabiiyki, sizning kanalingizni ham yo'q qilish mumkin. O'shaning uchun YouTube hech qanaqa nakrutka urilgan kanallarni topadi, aniqlaydi va ularni o'chirib yubormaydi, hech qanaqa ban bermaydi. Shunchaki o'sha qo'shilgan soxta obunachi nakrutkalarni minus qilib tashlaydi, pullarni ham hammasini minus qilib tashlaydi. Bu qanaqa? Buni bilish mumkin desanglar, Social Blade degan sayt bor. Bu saytga kiradigan bo'lsanglar, mana misol uchun men ko'rsatib ketaman. Mana Mr. Beast YouTube kanali bor, to'g'rimi? Bu joyda kunlik prosmotrlarni ko'rsatadi mana. Kunlik prosmotrlar. Kirib ko'rsanglar bo'ladi. Mana kunlik prosmotrlar va obuna bo'layotgan insonlar sonini mana shu yerdan ko'rsanglar bo'ladi. Va bu joyda analitikaga tushadigan bo'lsanglar, mana oy davomida mana umuman olganda har oy qo'shilayotgan obunachilar soni ko'rayotgan bo'lsanglar, Mr. Beast kanalida realistik, misol uchun qaysidir oyda 6 million, mana bu eng ko'p qo'shilgani 28 million va tushib chiqib har oyda chiqib turadi. Va prosmotrlari ham shunaqa. Aktiv ketmaydi, chiqib turadi. Va bu o'sha real kanal. Haqiqatdan ham mana shunaqa bu kanalda misol uchun nakrutka yo'q yoki juda kam. Endi agar siz nakrutka qilingan kanalni qayerdan aniqlayman desangiz, mana T-Seriesga kiradigan bo'lsak, T-Seriesga tushadigan bo'lsanglar, mana bu yerda 182 million prosmotr minus qilib yuborilgan. Buni o'sha YouTube aniqlagan va mana shu soxta ko'rish deb hisoblagan va buni minus qilib yuborgan. Xuddi shunaqa minus qilib yuboradi. Obunachilarni ham minus qilib yuboradi, mana bunaqa prosmotrlarni ham minus qilib yuboradi. Va bu kanalni pastiga tushadigan bo'lsanglar, mana boyagi Mr. Beastga nisbatan ko'radigan bo'lsangiz tekis ketgan mana. Har oyda bir xil obunachi qo'shiladi. Mana 2 million, 2 million, 2 million, 2 million va mana bu joyda 3 million, yana 2 million, 3 million, yana 2 million, yana 3 million, yana 2 million. Mana tekis ketgan. Bir xil grafika ko'rasizlar. Bu albatta shubhali va prosmotrlari ham shunaqa bir xil tekisga yaqinroq. Va aytmoqchi bo'lganim, YouTube kanalda mana shu joydan biror kanalni tashab, nakrutka urilmaganini bilib olsanglar bo'ladi. Va mana shunaqa minus qilib tashlaydi xudo. Men hozir T-Series nakrutka demoqchi emasman. Minus qilib tashlaydi mana shunaqa kanalga nakrutka uriladigan bo'lsa, o'sha prosmotr, obunachi hammasini ayirib tashlaydi. Xo'p, buni ko'rdinglar, foydasi yo'qligini tushuntirib berdim. Endi davom etamiz. Lekin kanalga ban berib, o'chirib tashlamaydi uni. Bu fikr noto'g'ri, mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Hamma bir-birini kanalni o'chirib tashlashi mumkin nakrutka urib. Misol uchun menga yoqmaydigan odamni kanalga nakrutka urib yuboraman, u o'chib ketadi. Shuning uchun unaqa narsa yo'q. Minus qilib yuboradi. Endi davom etamiz. Monet lekin daromadsiz o'lik kanal. Endi nakrutka uringan kanal monetizatsiyasi yonishi mumkinmi? Ha. Monetizatsiyasi yonishi mumkin. O'sha minus bo'lib ketgunga qadar yoqib olsa bo'ladi.
yoqib olsa bo'ladi, lekin bitta joyi bor. U kanal monetizatsiyaga yongan bilan aytaylik 1000 nafar o'lik obunachi. U sizni qo'ygan videongizni ko'rmaydi. Ko'rmaydi umuman. Yoki soxta obunachi, soxta soatlar hammasi keyinchalik qaytib ketadi orqasiga va o'sha ayirib tashlanadi. Buni aniqlaguncha o'sha monetizatsiyasini yoqib olishi mumkin. Lekin bu baribir soxta obunachi bo'ladi va kanalda daromad ishlab bo'lmaydi unaqa kanallarda va oxir oqibat algoritm o'sha o'lib qoladi. Nima desamiz, haqiqiy ko'radigan odam bo'lmagandan keyin siz video chiqaraverasiz, hech kim ko'rmaydi va kanal hech kimga qiziqsiz bo'lib qolaveradi. Xo'p, davom etamiz va nakrutka bu qimor. Endi bu meni shaxsiy fikrim. Nakrutka qimor. Nakrutka orqali, nakrutka urib, kanalni aktivini ko'tarib yoki unaqa pul ishlayotganlar bor. O'sha YouTube buni aniqlagunga qadar. Ya'ni hozir sizlarga buni tushuntirib berishga harakat qilaman. YouTube aniqlagunicha pul yechib olaman degan insonlar bor. Misol uchun, bitta YouTube monetizatsiyasi bor kanal olinadi. Unga nakrutka uriladi, ko'taradi u nakrutka. Keyin YouTube uni aniqlaguncha pul ishlab yechib ketsa bo'ladi. Lekin bu joyda ham 90% holatlarda, 95% holatlarda YouTube buni tez aniqlaydi. Ya'ni aniqlay olmay qolish ehtimoli juda kam. Va YouTube baribir aniqlaydi. Ishlagan daromadni hisobdan minus qiladi. Ya'ni topgan pulingizni ham minus qiladi. Hozir bundan keyingi slaydda bu narsani ko'rib ketamiz. Yechib olingan pul AdSense'da qarz bo'lib qoladi. Agar siz AdSense'dan pulni yechib olgan taqdiringizda ham AdSense'ingizni minus qilib tashlaydi. Ya'ni siz pasportingiz bilan kirgansiz-ku u joyga. Boshqa AdSense ocha olmaysiz, ochsangiz ham o'sha topgan pullaringizni minus qilib tashlayveradi. Keyingi daromad o'sha qarzni yopishga ketadi. Xuddi shunaqa. Ya'ni siz pulni olgan taqdiringizda ham, masalan, $2000 pul oldingiz nakrutka qilib, nakrutkani aniqladi 2 oydan keyin YouTube va o'sha $2000 ni olib tashlaydi sizdan. Xo'p, monetizatsiyani o'chirib qo'yadi. Hisob muzlatilgan bo'lishi mumkin. Endi qarz bo'lsangiz monetizatsiya o'chib qoladi. Endi bunga real isbotni ko'rib ketamiz. Xo'p, bitta shogirdimiz tashagan, mana nakrutchik shogirdlardan ko'rishingiz mumkin. Mana bu 2025-yil oktyabrda mana shu tashlayapti. Aka deyapti, $1300, $1320 pulimni YouTube olib qoldi deyapti. Men savol beryapman unga. Nakrutka qilganmisan? Ha, nakrutka qilganman. Bo'ldi. Yechim shu. Kanal umumiy hisobda $1504 ishlagan. O'shani 1320 si $20 nakrutka hisobidan kelgan va qolgan o'sha $183 ni yechib olgan, $1300 ni ushlab qolgan. Xuddi mana shunaqa. Mana shunaqa YouTube monetizatsiyani o'chirib, mana shunaqa pulini minus qilib tashlaydi. O'shaning uchun nakrutkadan pul qilish bu tavakkal. Ya'ni siz pulga nakrutka qilasiz va o'sha pulingiz ham kuyib ketadi, ishlagan pulingiz ham minus bo'lib qoladi. Xo'p, kanallaringizni o'stirib beraman. Endi ba'zi bir ekspertlar juda ko'p kuzatamiz. Nakrutka urishni o'rgatadi, o'zini o'quvchilarning kanallariga nakrutka urib beradi va qanaqadir nakrutka orqali u kanallar monetizatsiyaga ulab beradi. Va bu ekspertlar uchun, ya'ni YouTube kurs sotadiganlar uchun juda ham bir yaxshi narsa, yaxshi sxema. U qanaqa ishlaydi? Xo'p, ya'ni organik ko'paytirishga ko'p vaqt ketadi. Aytaylik, siz monetizatsiyani organik ko'paytiradigan bo'lsangiz, siz videolaringiz prosmotr olmaydi yoki boshqa bo'ladi. Endi bunaqa vaziyatda ba'zi bir o'sha qo'shtinov ichidagi o'zini ekspertman deb yurganlar o'zini o'quvchilarining kanaliga nakrutka urib yuboradi va o'quvchisiga aytmaydi bu narsani. Ya'ni o'qib yurgan odam yuraveradi, deydi, meni kanalim prosmotri zo'r, aktivi zo'r deydi, lekin oxir oqibat u kanal borib o'sha aktivlari hammasi nol bo'lib qoladi. Hammasi o'sha nakrutka to'xtasa, kanal ham to'xtaydi. Xuddi shunaqa. O'shaning uchun bunaqa holatlar, bunaqa nakrutka urib beraman, nakrutka haqida video qilganlar, nakrutka haqida gapirayotganlardan uzoqroq yuringlar, pul ishlamoqchi bo'lsanglar. Xo'p, bu qanaqa bo'ladi? Kanalni o'stirib beraman, kafolatlangan obunachi deb e'lon qiladi, to'lovni oladi. Nakrutka bot farm qilib urib beradi va odamlar kanal monetizatsiyaga ulanadi, hammasi zo'r, Alloh rozi bo'lsin rejimi va undan keyin YouTube bu kanalni o'sha trafiklarni minus qilib tashlaydi va u kanal aslida ham ko'rilmagan, keyin ham ko'rilmaydi va prosta monetizatsiyasi yongan, bitta ishlamaydigan kanal bo'lib qolaveradi.
Va bunaqa jarayonlarda o'sha kurs sotayotgan ba'zi bir qo'shnichi ekspertlar hech narsani tushunmaydi, lekin nakrutka orqali o'quvchisini motivatsiyasini yoqib beradi. Hop, davom etamiz va yana bitta sxemalar bor. 20 kun ichida yoki 30 kun ichida monetizatsiyadan 0 dan pul ishlayman va buni sizlarga ko'rsatib boraman deydi. Bu qanaqa ishlaydi? Yangi kanal ochadi, 0 dan kanalni ko'rsatadi, nakrutka bilan monet yoqadi, hatto nakrutka bilan prosmotrlar olib, u monetizatsiyasi ham ko'rinadi hamma joyda, lekin bu pullarni yechib ola olmaydi, sababi AdSense uni minus qiladi. Может, yechib olishi ham mumkin. Balkim yechib olishi mumkin, keyinchalik o'sha AdSense ni qarzdor qilib qo'yadi. Lekin asli oqibatda YouTube tez ishlaydi, sun'iy intellekt botlari va uni tez aniqlaydi. Hop, undan keyin soxta muvaffaqiyat tarixi kanali. Misol uchun kanal ochadi, nakrutka qo'yadi, video chiqaradi, o'zini xizmatini, kursini sotadi shu orqali. Menimcha qildim deydi va bu qimorda kim yutadi? Bu qimorda hech qachon o'quvchilar yutmaydi. Har doim nakrutka urib berayotgan, o'sha kurs sotayotgan odam yutaveradi. Buni sxemasi mana shunaqa ishlaydi. Misol uchun men hozir sizlar bilan challenge qilaman. Assalomu alaykum hammaga. Men Bayram Bekirkinov 1 oy ichida deyman, sizlarda 0 dan kanal ochib, monetizatsiyaga ulab $20,000 pul ishlayman yoki $100,000 pul ishlayman deyman. Men buni hammasini nakrutka bilan qilaman va real ko'rsataman. Shortlarimni, kanalimni ham ko'rsatishim mumkin va sizlar buni ko'rib turasizlar, lekin oxir oqibat u kanaldan hech qanaqa pul yechib bo'lmaydi yoki yechilsa ham o'sha AdSense ni minusga tiqib tashlaydi. Va eng o'sha ishonchli challengelar qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsanglar, men ishonardim. Misol uchun kimdir chiqib turib $50,000 pul ishladim. Mana 1 oyda $50,000 ishlayman, $50,000 ni sizlarga berib yuboraman deb mana shu o'quvchini kuzatuvchilarga berib yuborsa, bu respekt lekin. Mana shu narsaga qoyil qolsa bo'ladi. Lekin aslida u pullarni hech kim bermaydi, sababi u pullarni o'zi ham yechib ola olmaydi. Hop, ketdi. Ogohlantirish belgilari. Bir kunda monetizatsiya yonadi. Haqiqatan kafolatlangan obunachilar keladi deydi. Fake screenshotlar, oldindan to'lov talabi, maxfiy, xullas mana shunaqa bir g'alati sistema. Halol o'sish, lekin sekin va ishonchli. Endi siz haqiqiy obunachilarni yig'adigan bo'lsangiz, u obunachilar sizni haqiqiy videolaringizni ko'radigan bo'lsa, real obunachilar, boshqa real obunachilar qo'shilib kanal kelajakda sizga millionlab dollarlar olib kelishi mumkin. Lekin nakrutkaga o'tirgan kanallar uzog'i 1-2 oyda aniqlanadi va ularni albatta minus qilib tashlaydi. Hamma nakrutka narsalarni, like hammasini minus qilib tashlaydi va oxir oqibat bu kanal hech qanaqa foydasiz kanal bo'lib qoladi. Hop. O'shaning uchun bu narsani nakrutka bu qimor, o'yinchi yutqizadi, faqat nakrutkachi boyiydi. Hop, endi faqat gap bo'lmasin, real spotda ko'rib ketamiz. $7,571 men sarfladim. Haqiqatdan agar nakrutka bizga foyda keltirgan bo'lganda, men chiqib turib nakrutka foyda keltiradi deb aytardim. Men hamma usullarni sinab ko'rdim. YouTube'da o'sha o'zbeklar chiqargan, amerikanlar chiqargan, endi hozir ko'rsata olmayman, birovni yomonlab qolgan bo'laman. Mana shu nakrutka haqida kim nima video chiqargan bo'lsa ko'rib chiqdim. Rus, ingliz va o'sha YouTube haqida YouTube'dagi barcha hindiylarni ham, barcha nakrutka saytlarni ham ishlatib ko'rdim va bunga men pul sarfladim va bu sarflab o'zimning xulosamni chiqaryapman. $7,571 sarflagan odam sifatida mana shu videoni olyapman va buncha pul sarflab yurgan odam bo'lmasa kerak, balkim bordir. Xo'p, va hamma saytlar bir xil ishlaydi. Hech qanaqa, misol uchun ishlaydigan sayt, mana bu nakrutka sayt zo'r ishlaydi degan narsa yo'q. Qachondir YouTube aniqlaguncha ishlab turishi mumkin paputi. Baribir qachondir aniqlaydi. Xo'p, ketdi. YouTube kirdik, YouTube sahifasiga va YouTube'ni tanlaganimizdan keyin hamma joyda bir xil ishlaydi nakrutka kanallar va ketdi. Bu yerda nimalar qilish mumkin va har bir bo'limga izoh berib ketaman. Hop, bu yerda birinchisi YouTube prosmotr garantiyali deb qo'yibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Garantiya deb qo'yibdi va bu yerga kiradigan bo'lsanglar, bu yerda pullari bor mana. 1000 ta prosmotr 0,6 sent o'rtacha. Endi men javoz konvertatsiya qilib o'tirman, dollarda aytib ketaveraman. Hop, 1000 ta prosmotr mana shunaqa va bu yerda mana ko'pchilik videolarda aytgan yulduzchalikdan foydalansang qaytib ketmaydi deydi. Yo'q, bo'lmagan gap. Bu ham qaytib ketadi. 100% kafolat beraman, qaytib ketadi. Hop,
где-то $1 atrofida turar ekan 1000 ta prosmotri. Endi xo'p, yana nima qilish mumkin? Super fast. Endi shuni prosmotri tez urib beradigani bor ekan. Undan keyin YouTube Viv like ham prosmotr ham like urib beradigani bor ekan. Narxlarni ko'rib turibsizlar, arzon emas, $4 dan botdi 1000 ta prosmotr uchun. Va undan keyin arzoni bor. Chipset degan arzon, ya'ni 0.3 sent prosmotr urib beradigan. Xo'p, undan keyin yana nima bor? Target degani bor. Endi bu target emas, bu o'sha VPN yordamida nakrutka qiladigan mana bunaqa telefonlar siz zakaz bergandan keyin VPN yoqib, o'sha davlatni VPN bilan kirib turib, sizni kanalingizni, videolaringizni ko'rib, obunachilaringizni obuna bo'ladi sizga. O'sha davlatda obuna bo'lgandek ko'rsatadi. Xo'p, bu joyda mana Amerika ham bor. Mana $5.32 ga 1000 ta prosmotr olib beradi Amerikadan. Endi mana shu yerda umumniy insonlar bor. Men ham shunaqa deb o'ylaganman. Xo'p, kelinglar, bitta monetizatsiya yongan kanalga bitta video qo'yamiz va Amerikadan prosmotr urdiradigan bo'lsa, $5.32 dan tushadigan bo'lsa, Amerikaga ko'p to'lasa, qanchadir o'rtada foyda ko'rib ketaman degan holatda bor. Men buni ham sinab ko'rganman. Hech qanaqasiga foyda ko'rmaysiz. Ha, bu haqiqatdan ko'radi Amerikadan, haqiqatdan pul ishlaydi kanal, lekin minus ko'radi. O'shaning uchun bu narsa noto'g'ri. Va eng yomon joyi $5.32 siz sarflaganingiz bilan Amerikadan ko'rgan bilan uncha pul bermaydi. O'shani ham aytib ketmoqchiman. Xo'p, undan keyin bu yerda hamma davlat bor, xullas ko'rasizlar. Va undan keyin YouTube Views garantiyasiz prosmotrlar va undan keyin from social ads. Bu nima tushunmadim. Xo'p, bu tushunmadim bu narsani. Undan keyin high rotation, ya'ni o'sha rotationingizni ko'tarib beradi, ya'ni rasmdan kirib ko'rib bosadi, CTR o'sha rotationlarni ko'tarib beradigan nimalari va mana buni bosadigan bo'lsangiz AdWords, ya'ni ma'lum tag asosida kanalingizni qidirib topib o'sha kanalga taglar yordamida kiradigan usullar, xullas hamma narsa bor. YouTube Viz, social rotation, service only SEO, xullas va hokazo. YouTube Shorts uchun alohida mana Shortsga nakrutka uriladigan bo'lsa, uni narxlari. Undan keyin obunachi mana garantiya deb qo'yibdi. Obunachi misol uchun $21 1000 obunachi. Va hokazo. Mana eng qimmati $60, $40 mana shunaqa obunachi turadi. Endi undan keyin garantiyasiz obunachilar, target obunachilar, misol uchun aynan bir hududdan, mana Amerikaning o'zidan mana aytib qo'ydik, 100% real Amerikadan haqiqiy odamlar obuna bo'ladi. $34 bersangiz bo'lmagan gap. Real odam obuna bo'lmaydi. Men ko'rsatdim sizlarga. Mana ferma bo'ladi. Hech qanaqa real obuna degan narsa yo'q. Mana shu saytning orqasida o'shanaqa ferma turadi. Va undan keyin yana nima bor? Watch time, mana soat yig'ish. Xo'p, endi mana shu joyda o'sha ekspertman deb o'zini qo'shtirnoq ichidagi ko'rsatib yurgan insonlarning sekretini ochib ketaman. Xo'p, bu qanaqa ishlaydi? Misol uchun, hozir hisoblab olaylik 4000 soatni qancha pulga yig'ib berishini. Mana misol uchun $30 dan yig'ar ekan. Xo'p, qancha adashmasam mana 1000 soat. 1000 soatni $30 ga yig'ib beradi. Bu joyga YouTube kanal linkini tashlaysiz. Misol uchun 4000 soat. 4000 soat bizga kerak. $123 pul bo'lar ekan. 4000 soat yig'iladi. Endi savol bo'ladi, Bayram aka haqiqatdan yig'adimi? Ha, 4000 soat realni yig'adi. Mana shunaqa kanalingiz linkini tashlaydigan bo'lsangiz. Va bu yerda 4000 soat yig'ilgandan keyin monetizatsiya ham yonadi, lekin aniqlagandan keyin o'sha soatni minus qilib tashlaydi. O'shaning uchun bu $120 ga $23 ga monetizatsiya yonsa bo'ladi. Endi $123 ga 4000 soat yig'ib $40 ga 1000 obunachi yig'adigan bo'lsangiz, o'rtacha hisobda aytaylik
o'zini tabiiy obunachilari ham yig'ilgan bo'ladi va hokazo $150 rasxod ketadi. Misol uchun, bu degani, misol uchun 100% garantiya berish mumkin kursda. Istalgan odam YouTube kanali monetizatsiyasini yoqib berish mumkin. Va men xohlasam hozir kursimda 100 ta odam oladigan bo'lsa, 100 ta odam monetini yoqib berishim mumkin mana shu usul bilan $150 rasxod qilaman. Endi mana shu joyda agar kurs narxi $500 bo'ladigan bo'lsa, $150 ni sarflaydida kursdagilarga monetizatsiyasini yoqib beradi, lekin u odam hech qachon pul ishlamay yuraveradi. Xuddi mana shunaqa. Bu narsalardan ehtiyot bo'linglar. O'sha narsa. Men hamma narsasini ishlatib ko'rganman va oxir oqibat bu holatlarda o'sha minusga kirib ketadi va kanalingiz pul ishlamay yuraveradi. Endi o'sha ba'zi ekspertlar nakrutkani mana shunaqa qilib beradi yoki mana bunaqa qiladi. Misol uchun, endi bu hozir sal qimmatroq nima usul. Mana misol uchun men sizga deydi obunachi yig'ib beraman deydi mana. 1000 obunachi bo'lyapti bu yerda 0.63 sent. Bu degani qancha bo'lyapti? $1 1200 so'm bo'lsa, 1000 so'mdan 500 so'mmi? Qoladi 800 so'mga 1000 ta obunachi qo'shib beradi. 800 so'mga. Lekin sizdan katta pul oladi. Masalan, 400 ming, 500 ming pul oladi-da, 1000 so'mga sizga obunachi qo'shib berishi mumkin yoki like urib berishi mumkin. Arzonga urib beradi, mana shunaqa servislar ko'rsatadi. Va sizlar o'zi kanalingizga like urdirayotgan bo'lsanglar, obunachi qo'shtirayotgan bo'lsanglar yoki mana shu faqat o'sha nakrutka qilib berayotgan odamni boyityapsizlar xolos. Yoki siz kursga qo'shilasiz. Kursda misol uchun siz soat yig'olmayotgan bo'lsangiz yoki obunachi yig'olmayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa narsa qilishadi. Bo'ldi, monetizatsiya yonida bor, boshim og'ritma deb qo'yaradi. Real narsa bo'lishi kerak. O'shaning uchun bizning kurslarda 100% odamlar monetizatsiya yoqa olmaydi. Bizda 70%. Ya'ni 10 nafar insondan 7 nafar inson tabiiy monetizatsiya yoqishi mumkin, harakatiga bog'liq. 3% odam, 30% odam nimaga monetizatsiya yoqa olmaydi desa, ular darsda qatnashmaydi, harakat qilmaydi. Harakat qilgan odam real monetizatsiya yoqadi. O'shaning uchun men agar mana shu joyda mana shu nakrutkani misol uchun professional ishlatib ko'rgan odam sifatida, bilgan odam sifatida har balo qilsa bo'ladi. Xo'p, watch time tushuntirdim. Watch time soat yig'ib beradi va undan keyin yana nima? Bu joylar yana bitta zo'r joyini ko'rsatmoqchiman. Jonli efir. Mana. Jonli efirni ko'rsatib ketmoqchiman. Mana misol uchun jonli efir orqali YouTube'da daromad qilishni o'rgataman. Mana jonli efirimda 10 ming odam o'tiribdi, 20 ming odam o'tiribdi yoki falon odam o'tiribdi deb ko'rsatadi va aslida u hech qanaqa hammasi nakrutka bo'ladi. Qaranglar, men sizlarga ko'rsatmoqchiman. Jonli obunachi misol uchun 1 soat mana 60 minut sizni jonli prosmotringizni ko'rish uchun 1000 ta odam kirib ko'rish uchun atigi siz 0.24 sent ishlatasiz. Bu degani qancha pul bo'lyapti? 300-400 so'm pul bo'lyapti. Endi YouTube'da hozir stream qilayotganlar juda ko'p, to'g'rimi? O'zbek YouTube'ida yoki kimnidir Amerikan YouTuberlarni streamiga kirsangiz ko'p odam o'tiradi va bu narsa hammasi real degan narsa emas. Xo'p, buni bilish yagona yo'li chat. Chat juda tez bo'ladigan bo'lsa, nisbatan o'sha misol uchun 1000 nafar odam o'tiradigan bo'lsa, biz stream qilsak 1000 nafar odam kiradigan bo'lsa, chatni umuman o'qib bo'lmaydi. Tez o'tadi. Bu real odamlar. Agar chat sus bo'lsa, 5-6 ta odam yozib o'tirgan bo'lsa, qolgani mana shu nakrutka hisoblanadi. Shu chatdan bilib olsanglar bo'ladi, nakrutkami, nakrutka emasmi? Birorta streamga kirganingizda bu narsadan bo'ladi. Va ba'zi bir o'sha o'zini ekspertman deb yurgan insonlar o'zini YouTube kanaliga mana shunaqa nakrutka urib qo'yadi-da, mana YouTube kanalimda stream yoqsam 1000 ta odam ko'rib o'tiribdi, 20 ming ta odam ko'rib o'tiribdi, shuni o'rgataman deb aslida o'zini o'quvchilariga ham mana shunaqa stream yoqtirib nakrutka urib qo'yadi va bu orqali o'zini qanaqadir ekspertman deb ko'rsatyapti, afsus. Xo'p, undan keyin high ranking va hokazo. Mana YouTube live stream monetizatsiya. Mana bundan uradigan bo'lsa $4 o'sha streamga ham pul to'laydi. Boyagi gap. Men deydi YouTube kanalini stream qildim va stream qilganim uchun YouTube menga
misol uchun mana shu joyda mana bitta stream yoqasiz, bitta stream yoqqaningizdan keyin YouTube monetizatsiyasida deb qo'yib, mana bu yerga YouTube streamni linkini qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha YouTube streamga kirgan 1000 nafar odam uchun sizga pul to'laydi. Va bu o'sha $2 to'laydi, $4.70 rasxod qiladi, ya'ni $5 rasxod qiladi. Stream $1 ishlaydigan bo'lsa, 4 sent, $4 zararga ko'rayotgan bo'lsa ham $1 ishladi YouTube kanal va o'sha $4 rasxod qilgan va bu narsani social proof, ya'ni o'zini monetizatsiyadan streamdan pul ishlayotgandek ko'rsatadi. Ya'ni mana realniy qilyapman mana shu narsani. Mana streamim, menimcha odam kirdi, menimcha pul topdi bitta streamdan deb ko'rsatadi, lekin u mana shunaqa narsalar bilan qilsa bo'ladi bu narsani. Demak, siz ko'rayotgan hamma narsalarga ishonmanglar. Nakrutka kanallar bilan hamma narsa qilsa bo'ladi, lekin degan joy bor, bu kanalni pulini yechib ola olmaydi u. Oldin videoda men bu Bayramik kanalda mana info lolalar degan video chiqarganman. 2400 odam ko'rgan. O'tib ko'radigan bo'lsanglar, mana shu joyda boshqa sirlarni ham aytganman. Bu joyda hozir men stream qilib qanaqa qilib odamlarni yoki sizni mana shunaqa tushirayotgan bo'lishi mumkinligi bitta ehtiyot bo'ladigan masalada mana shu narsani ko'rsatib ketyapman. Va o'sha $7571 rasxod qilib biror so'm foyda ko'rmagan inson sifatida aytaman. Haqiqatdan o'sha AdSense'larimiz minusga kirib ketdi, hamma narsa bo'ldi. Sababi agar haqiqatdan mana shu joyda pul ishlash imkoniyati bo'lganda, haqiqatdan men chiqib mana shuni pul ishlash mumkin deb ko'rsatardim, lekin umuman obunachi hamma narsa. Endi bu saytda boshqa saytlar ham bor, tiqilyapti saytlar, lekin hamma saytni ham YouTube aniqlaydi. Va hamma sayt orqasida mana bunaqa fermalar turadi. O'shaning uchun hech qachon kanallarga nakrutka urdirmanglar, nakrutka urishga pul bermanglar. Faqat o'sha nakrutka urib berayotgan odam boyiydi va eng asosiysi nakrutka haqida video qilayotgan, nakrutka haqida ilgari surayotgan odamlarning o'zi ham nakrutka kirib pul topmaydi. Topa olmaydi. Men kafolat beraman. Va ular mana shunaqa qilib faqat o'zi ham foyda ko'rmaydi, buni biladi. Misol uchun men o'zim foyda ko'rmayman-ku, lekin biror marta chiqmaganman. Nakrutka urib beraman, yozinglar deb. Sababi men ham hozir katta foyda ko'rsam bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. 4000 soatda misol uchun sirasi yoqib berishim mumkin. Bundan arzon saytlar ham bor. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni bu yerda bir servis qilib turib, hozir auditoriyaga like urib berib, obunachi yig'ib berib, bemalol pul ishlasam bo'ladi. Lekin men bu narsani qilmayman hech qachon. Sababi birinchi navbatda diniy tomondan noto'g'ri, ikkinchi tomondan hech qanaqa foydasi yo'q. Bu narsani urdirganinglar. Menga foydasi bo'ladi. Misol uchun, mana obuna misolisiga keldik. Men aytaman, sizlarga deyman, obunachi qo'shib beraman, 1000 nafar obunachi, realniy deyman, misol uchun haqiqiy odam qo'shib beraman deyman-da. Misol uchun men sizga mana misol uchun qaranglar, mana subscribe targetga o'taman. Mana Amerikadan obunachi qo'shib beraman, real 100% baho deyman, $25 pul bo'ladi o'zi mingtasi. Men sizdan $25 300 ming so'm pul bo'ladigan bo'lsa, men sizdan 500 ming so'm pul olaman-da, tirs qilib obunachi qo'shib beraman 1000 ta. Bu yoqda qolgani 200 ming menga foyda. Mana shunaqa servis qiladigan bo'lsam, men boyib ketaman to'g'risi. Realni boyib ketaman. Lekin mana shunaqa qilib yurganlar bor. Prosta men sizlarga ogohlantirish sifatida aytayapman. Bunaqa narsadan uzoq yuringlar, sizga ham foydasi yo'q buni. Faqat o'sha nakrutka urib berayotgan odamga foydasi bor. O'shaning uchun nakrutka haqida video qilishadi. Nakrutka haqida video ko'p qilishadi. Va yana bitta bir rasvo joyini aytib ketaman. Endi bu yerda referalka degan narsa bor. Affiliate program degan narsa bor. Affiliate programni misol uchun ko'rayotgan bo'lsanglar, mana menda birorta referal yo'q. Agar men referal qiladigan bo'lsam, mana shu linkni olib turib, mana shu nakrutka sayt haqida video qilib turib joylasam, mana shu yerga pul tashlasanglar, sizlar menga 2% beradi. Bu degani men sizlarning ustingizdan pul ishlayman. Hamma nakrutka kanalda mana shunaqa bo'ladi. Nakrutka urishni o'rgataman deb kanalni obzor qilib, men bilan pul tashlaysan deb ko'rsatadi va men bu linkdan siz o'tasiz va unga 2% pulingiz tushadi. Ya'ni siz $100 nakrutkaga tashlasangiz $2 pul ishlaydi. Shunaqa qilib ham pul ishlayotgan insonlar bor. O'shaning uchun
nakrutkadan umuman uzoq yuringlar va nakrutka urib yurgan odamlar bo'lsa, nakrutka urdirmoqchi insonlar bo'lsa, mana shu videoni ularga tashlab qo'yinglar. Bu narsa umuman befoyda, ham diniy tomondan noto'g'ri, ham halol raqobatni buzadi. Endi aytmoqchi bo'lgan gaplarim shu. O'zinglarni, bu meni shaxsiy fikrlarim. Balkim o'zinglarning fikringlar bo'lishi mumkin. Yozinglar kommentariyada va bitta narsani aytib ketmoqchiman. Nakrutkachi insonlarni men bitta o'zim yo'q qila olmayman. Jamiyat, ya'ni sizlar o'zinglarni yordam qo'shu insonlarni bu yo'ldan qaytaringlar. Men misol uchun chiqib qo'limdan kelgancha bitta video qo'yaman. Sizlar o'sha nakrutkachilarni yo'qotish uchun harakatni jamiyat juda ko'pchilik harakat qilishi kerak bu narsaga. Va tushunib yetinglar. Foydasi yo'q. 100 million so'm pul nakrutkaga tikib hamma narsani sinab ko'rdim. Hamma ish qildim. Mana shu nakrutka haqida video qilganlar hammasi noldan hamma ish qilib ko'rdim. Aytinglar, ishoninglar, любой ish qilib ko'rdim. Hech qanaqa foydasi yo'q. Nakrutka orqali foyda qilib bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin. Mana bunaqa sxema bor. Mana misol uchun noldan YouTube kanal sotib oladi. AdSense ham kimdir nomida bo'ladi. O'shanga nakrutka urib, pul tikib, misol uchun $5000 ga nakrutkaga pul tikadi va YouTube aniqlamasa $10,000 qilib yechib olishi mumkin. Lekin YouTube aniqlagandan keyin AdSense ni minus qiladi va boshqa AdSense sotib oladi. Mana shunaqa qilib yurganlar bo'lishi mumkin. Pul topib yurganlar bo'lishi mumkin mana shunaqa qilib, lekin unga katta pul sarmoya tikib qilishadi-da. Sizga o'xshab $100 qilib bu narsani qilib bo'lmaydi. $100 tiksangiz, misol uchun aytaylik, $120 pul ishlaydigan bo'lsa, nakrutka orqali siz uni yo olasiz, yo ola olmaysiz. Endi o'sha insonlar $5000 lab o'sha bitta videoga 100 ta, 200 ta layk urib, kanalni ko'tarib, pulni chat ishlab o'shanaqa qilishadi. Lekin bu sxema ham bor, yo'q emas. Prosta sizlar bu narsadan uzoq yuringlar va haqiqiy original nakrutka haqida gapiryaptimi u odam, qochinglar. Nakrutka haqida mana bunaqa video qiling, nakrutka urib oling, hammasini gapib bo'ldi. Umuman qochinglar, sizlarga umuman foydasi yo'q. Endi bu joyda bitta holatda misol uchun tavsiya qila olmayman. Men bu narsani qilsangiz zo'r bo'ladi. Men hamma narsani qilib ko'rganman. Bir tip foyda ko'rmaganim uchun mana shu videoni olyapman va prosta osmonni olib gapirayotganim yo'q. Real akkauntni ochib ko'rsatdim. Real ishlatgan pulim, har bitta joyi tushuntirib ketdim va qolgani hammasi o'zingizlarda. Xo'p, umuman olganda prezentatsiyani davom ettiramiz. Mana shunaqa nakrutkasiz, realniy kanallar ochmoqchi bo'lsanglar, realniy mana shu nakrutkasiz, mana shu realniy sistemani o'rganmoqchi bo'lsanglar, bizda kurslar bor. Bemalol qo'shilsanglar bo'ladi. Holitage bot deb yozadigan bo'lsanglar, shaxsan o'zim javob beraman va kurs narxlari qanaqa bo'ladi, hammasini gaplashib olamiz. Xo'p, kursda nimalar o'rgatiladi, Bayram aka deydigan bo'lsanglar, men sizlarga hozir mana buni ko'rsataman. Kelinglar, tushuntirib ketaman. Xo'p, mana mustaqil, premium va VIP ga bo'linadi. Premiumda 10 ta modul, mana modullar psixologiyadan boshlab YouTube yo'nalishlari va hamma sun'iy intellektlar, hamma narsa o'rgatilgan. Bitta YouTubedan daromad qilishi kerak bo'lgan odamga kerakli barcha ma'lumotlar ketma-ket joylashtirilgan. VIP da esa 10 ta offline dars bor. VIP bilan premiumning farqi mana shu offline darsida. Va premium 2 oy bo'ladi, VIP 3 oy bo'ladi. Farqi o'sha 1 oy VIP ko'proq va 10 ta offline. O'sha offline hisobiga 1 oy ko'proq bo'ladi. Ma'lumotlar bir xil. Endi kurslarga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, boyagi Holitage bot yozadigan bo'lsanglar, mana shu joyda sizlar bilan organik, real YouTube kanal ko'tarib, pul ishlashni birgalikda o'rganamiz. Sizlar bilan Holitage bo'ldi, like bosib, fikrlarni qoldirish esdan chiqmasin. Mana shu video 1000 ta like kelgandan keyin keyingi videoni chiqarishni boshlayman.